Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bugun mamlakatimizda katta shodiyona. Buning boisi muhtaram prezidentimizning farmoniga binoan 30-iyun Yoshlar kuni deb e'lon qilindi. Mana shu ajoyib sanani Surxondaryo viloyati Dino tadbirkorlik pedagogik instituti jamoasi yoshlari ham o'zlarining mehnatda munosib yutuqlar bilan qarshi olmoqda. Ular nafaqat mehnatda, balki a'lo o'qishlari bilan ham munosib kutib olyapti. Men fursatdan foydalanib Dino tadbirkorlik pedagogika oliygohi axborot resurs markazi rahbariyati nomidan yoshlarni muborakbod etib qolaman. Mana sanoqli kunlardan so'ng esa o'sha talabalikka hujjat topshirgan aziz yoshlarimiz sinovdan o'tadilar. Qolaversa mana shu Dino tadbirkorlik pedagogika oliygohida yoshlar uchun ularning bilim olishlari uchun barcha shart va sharoitlar yaratilgan. Xususan axborot resurs markazi, mana karyera markazi, men demoqchimanki, yoshlar uchun barcha sharoitlar mujassamdir. Bu she'r talabalarga bag'ishlanadi. Talabalik muborak bo'lsin. Bugun orzularing ushalgan kundir. Talabalik vaqti muborak bo'lsin. Bu oliy dargohga xush kelibsizlar, faxr iftixordan ko'ngillar to'lsin. Jo'sh ursin tomirda qaynoq qoningiz, munosib farzand bu olingiz bilim, istiqbolim bergan ulug' sharafdan ustozlar mehrlar, o'rganing ilm. Mustaqil yurtimning hur farzandlari sizga havas bilan boqadi barcha. Buyuk ajdodlarga munosib farzand ishonchini oqlangiz, qo'ldan kelguncha. Yangi O'zbekiston ulug' vatanga fidoyi farzand bu nomin oqlangiz, barcha imkoniyat eshiklar ochiq, talabalik bo'lib nom dilda saqlangiz. Fursatdan foydalanib mamlakatimiz yoshlarini, xususan Dino tadbirkorlik pedagogika institutining oliygohlarida ta'lim olayotgan va talabalikka hujjat topshirgan aziz yoshlarimizni yana bir karra muborakbod etib qolaman. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz yoshlar.